o'sha karaga yangi kelgan paytlarim, ishonasizlarmi? Bundan 2 yil oldin bir oyga o'zimga yeb ichgani bu yerda rasxodlarimga 250 ming, 300 ming olib qolardimda. Ana shu pul yetar edi. Xotirjam yetar edi. Endi hozir esa bilmadim nimaga 500 ming, 600 ming, hattoki 1 million wongacha olib qolsam ham bir oyda o'shani ishlatib qo'yaman. Nimaga bunaqa bilmayman. To'g'ri, yozishlaring mumkin hozir, baraka degan narsa bor. Noto'g'ri yurib turgan bo'lsang, puling ishlarga ketib qoladi. Yo'q, ishoninglar, shu faqat ishlayman. O'zimda yana bitta ishim bor, o'shani qilaman. Boshqa hech narsa. Oldin ham o'sha edi, hozir ham o'sha. 2 yil oldin ham o'sha yurish edi, hozir ham o'sha yurish. Lekin bilmadim nimaga rasxod shunchalik ko'payib ketyapti. O'zim tushunmayapman. Hisob-kitob qilsam hammasi to'g'ri chiqadi. Oldin o'sha 250 ming bir oyga yetgan bo'lsa, hozir 500 ming ham o'sha bir oyga yetmayapti. Nimaga unaqa bilmayman. Sizlarda ham shunaqa holatlar bo'lib turadimi? Hisob-kitob qilasizlar, hamma narsa o'sha joy-joyiga narsa olgan bo'lasizlar, lekin pul yo'q bu yerda. Voy.